Kulupney qizaradi, lekin shirin bo'lmayaptimi? 30 kunlik oziqlantirishni shunday aylantiring. Birinchi kun. 20, 20, 20. 10 litr suvga 10 gram. Ildiz va bargni uyg'otadi. 7 kun. Kalsiy nitrat. 10 litr suvga 10 dan 15 gacha gram. Mevani qattiq qiladi. Gul bandini kuchaytiradi. 14 kun. Monofosfat kaliy. 10 litr suvga 8 dan 10 gramga qadar. Gul va meva bog'lanishiga yordam beradi. 21 kun. Kaliy sulfat yoki kaliy nitrat. 10 litr suvga 8 dan 10 gramga qadar. Rang va shirinlik uchun. 28 kun. O'simlikka qarang. Barg och bo'lsa 20, 20, 20. Meva yumshoq bo'lsa kalsiy nitrat. Pishish ketayotgan bo'lsa kaliy. Eng muhim qoida. Kalsiy nitratni monofosfat kaliy yoki sulfat bilan bitta idishda aralashtirmang. Tomchilatib sug'orishda avval suv, keyin o'g'it, oxirida yana toza suv. Ko'p berish emas, vaqtida berish ishlaydi.